chunki sen Allohsan kitobidan. Al-Hafiz ismi. Yo'llarda avtohalokat sodir bo'lishining oldini olish uchun o'rnatilgan belgilar foydasini gapiramiz. Tezlikni pasaytirishga sabab bo'ladigan yo'llardagi kichik do'ngliklarning foydalari haqida so'zlaymiz. Avtohalokat paytida xavfsizlik yostiqchasi va xavfsizlik kamari foyda beradi, deymiz. Allohning hafsi, himoyasi, saqlovchiligicha. Uni unutmadikmi? Hayotingiz xatarda. Kasallik sog'lig'ingizga tahdid solyapti. Farzandingiz sizdan uzoqda. Uning yo'qolib qolishi yoki yomonlar qo'liga tushib qolishdan qo'rqayapsiz. To'plagan mol davlatingizning talofatga tushashi yaqin. Bularni sezsangiz, unutmang. Robbingizning Hafiz ismini yodga olib, iymoningizni shu ulug' ism bilan quvvatlantiring. Hafiz ismi to'g'risida o'ylash va fikrlash vaqti keldi. Uning yolg'iz. O'zi hayotingizni qutqaradi. Sog'lig'ingizni saqlaydi. Farzandlaringizni asraydi. Boyligingizni o'z holicha qoldiradi. U hayotdagi hamma narsani saqlaydi.